Hürmetli vatandaşım, neşemizde davamlaştırımız. Ötken yılı 11. ayda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi John Kerry tarixda uchrab bakmagan bir ahvolda O'rta Osiyoga 5 davlatga ziyoratga berib, berishga 5ga 1 qo'shilgan O'rta Osiyo 5 davlat qo'shilgan Amerika Qo'shma Shtatlari funksiyasi qurib chiqdi. Dikkat, o'tgan yil 11. ayda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi John Kerry O'rta Osiyoga berib, O'rta Osiyoda bir davlatga 5 davlat qo'shilgan yoki O'rta Osiyodagi 5 davlatga Amerikadan iborat bir davlat qo'shilgan 5 davlatdan funksiyasi qurib chiqdi. Bu qatim Amerika taraf Amerikaga ziyoratga kelgan O'rta Osiyo 5 davlat tashqi ishlar ministrlariga ko'p turli mavzularni, ya'ni bexatarlik, iqtisod, ekologiya, kishilik huquq, ma'rifat, madaniyat jihatlarida suhbat mavzularini tayyorladi. Tushlik tomoqqa Amerika Qo'shma Shtatlari yordamchi davlat ishlar kotibi Brooklyn sayqallik qildi. O'rta Osiyo 5 davlat tashqi ishlar ministrlari va Amerika bilim xazinasining olimlari 21-asrda O'rta Osiyoning taraqqiyoti masalasida o'rtaq izlandi, muhokama olib bordi. Konkret hamkorlik turlari bo'yicha davlat ishlar kotibi John Kerry o'tgan yil 11 ayda O'zbekistonning Samarqand shahrida 5ga 1 qo'shilgan shaklda chaqirilgan yig'inda o'tirib qo'yilgan turlarni amaliylashtırishga va'da berdi. Amerika Davlat Mahkemasi bu xil andiz usul bilan yig'in chaqirishni davomlashtirib, O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan munosabatni kengaytirganligini va chunqurlashtirganligini bildirdi. Yaponiya tashqi siyosat jurnali bu qatimqi O'rta Osiyo 5 davlat tashqi ishlar ministrlarining Washingtonni ziyorat qilishini tarixiy xarakterli ziyorat deb ko'rsatdi. Çünkü Amerika Savdogarlar Jamiyati chaqirilgan yig'inda Amerika shirkatchilar sohasidagilar tunji qatam O'rta Osiyoda 5 davlat tashqi ishlar ministrlarini hukumat kabineti darajalik uchrashtirib, rayon doirasida iqtisod taraqqiyot masalasini muhokama qildi. Yevropa Azadlık Radyosu, yani Avrupa Erkinlik Radyosu 3. günü obzor e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika O'rta Osiyo davlatlari bilan munosabatni qaytadan asl keltirishni o'ylashdi. 15 yildan beri O'rta Osiyoda bexatarlik masalasi Washington izchil diqqat qilib kelayotgan masala edi. Washington O'rta Osiyo bilan yep-yangi savdo tijorat munosabati o'rnatishni umid qiladi. Adabiy til bilan aytganda biz yaqinda Janubiy dengizda Osiyo Tinch okean rayonida Amerikani yo'qotib qo'ygan edi, g'oyib bo'lgan edi. Adabiyot tili bilan so'zlab qo'yaylik bir ikki jumla. Endilikda vatandoshim Amerika Qo'shma Shtatlari O'rta Osiyoda paydo bo'ldi. 15 yil Afg'onistonda terroristlarga qarshi elib berilgan urush oxirlashib 15 yil o'tgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari O'rta Osiyoga qaytib keldi. Qarshi olamiz Amerika Qo'shma Shtatlari. O'rta Osiyolik bo'lish sifatimiz bilan qarshi olamiz. Lekin masala 5 davlatning iqtisodini taraqqiy qildirishlar emas. Bu yerda Uyg'uriston masalasi bor, Sharq Turkiston masalasi bor. Bugün baş sözlep ötdük, hozir Rossiya bilan Xitoy o'rtasida yana Uyg'uriston masalasining o'tirg'i chiqqanligi emasdan qochoqlar nomida. Amaliyot bunday emas. Buning chunqur qatlamli ma'nolari bor. Demak, shunga Washington Amerika Qo'shma Shtatlari O'rta Osiyoga yetib keldi. Qaytadan O'rta Osiyoni tepib oldi. O'rta Osiyoni tashlab etmedi. Qarshi olamiz Amerika Qo'shma Shtatlari. Bugün Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Osiyoning iqtisodiy taraqqiyotiga dollarni mablag' qilib soldi, dollarni mablag' qilib solishini qarshi olamiz. Bugün Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Osiyoga tinchlik, muqimlik uchun siyosatni
məbləği Amerika Qoşmuş Ştatlarının təşkili siyasətini məbləğ qılıb selişini qarşılamız. Bugün Amerika Qoşmuş Ştatlarının Orta Asiyaga erkinlik, demokratiya, kişilik hukuk ve Uyg'uristondak mustaqillik talab qilayotgan davlatlarning mustaqilligi uchun albatta madaniyat ve Amerika'nın siyasi medeniyeti, ma'rifat ve Amerika'nın siyasi ma'rifatini Orta Asiyaga məbləğ qilib selişini qarşılamız. 15 yıl kütdük. Ahir bu vaziyet bizge yetip geldi. Amerika Qoşmuş Ştatlarının Uyghur meselesini aşkar ve konkret alda kötürüp çıkışını ümit kılımız.